Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar. Bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umraga qanday, qayerdan boriladi va narx-navolari, Gasnitsa oraliq masofa, Gasnitsa taomlari barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib umraga bormoqchi bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Biz video syomkamizni boshladik. Azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka Mukarramada bo'linadi azizlar. Gasnitsalarimiz 4 yulduzli gasnitsalar, oraliq masofa Madinada 250-300 metr oraliq masofada. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada azizlar. Bemalol piyoda borsangiz ham bo'ladi, 10-12 minutlik yo'l. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham borsangiz bo'ladi azizlar. Madinada gasnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpazlari tomonidan beriladi inshaalloh Xudo xolasa. Undan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz ham bor. Sayohat ziyoratlarimiz Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat ham bo'ladi azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shganmiz azizlar. 14 kun umra safari, 14 kun ichida sizlar bilan Eliboshi birga bo'lib ziyoratlarni, sayohatlarni o'zi olib borib ko'rsatib, barchasini o'zi o'rgatadi. Malakali, tajribali Eliboshlar hamrohligida bo'ladi inshaalloh azizlar. Xo'p, hozirgi kunda reyslarimizga keladigan bo'lsak, reyslarimiz haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Reyslarimiz hech qanday peresadkasiz tramvay Jiddaga uchadi. Xo'p, azizlar, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa biz bilan Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Kelsangiz, Zagram pasportingizni olib kelsangiz, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirib, biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga amalga oshadi, o'z joyingizni bron qilgan bo'lasiz azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari agarda siz bizni firmamiz tomonidan boradigan bo'lsangiz, bizni firmamiz tomonidan mana bunday bejiklar beriladi. Bu mehmonxonamizning qayerda joylashganligi va siz haqingizda ma'lumot bor azizlar, ism, familiya. Xo'p, undan tashqari mana bunday kamzillar beriladi, har xil razmerda va sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, agarda Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Xo'p, endi azizlar, agarda siz chet eldan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz mana bunday sertifikatlarni qilib, sizning nomingizdan ota-onangizni tabriklab kelamiz. Farg'ona, Marg'ilon ichi azizlar. Undan tashqari azizlar, bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'z joyingizni o'zingiz bron qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, bugungi video syomkamiz shulardan iborat. Agarda o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Bugungi video ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.